Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana xudo xohlasa ishlab turgan darvozalarimizni kraska urish jarayonlarini videoga tashlab o'tamiz. Ko'rib xabar berasizlar. Mana bu katta darvozamiz, xudo xohlasa. Hozir endi kraska tayyor bo'lib turibdi, yuvilib, hermetik urilib, kraska uriladi xudo xohlasa. Mana bondina listlarimiz чисто buruklikli dikilib ishlab turibdi. Mana shunday bitta o'rab ishlab turibmiz. Чисто buruklikli list. Darvozamizda tela shillerina. Ana qarinlarim fonni ochib kerak olmish pakolga urilib, kraska tayyor bo'ladi xudo xohlasa. Bondina darvozamizning ichki tarafini tozalanib, konton turilib, shumka bosiladi. Keyin ustidan olifon bosiladi. Mana bondina kapalaga ishlarimiz. Bular ham bilan 100% kraska tayyor. Bondina darvozamizga Chromatex stansiyaga o'rtibmiz. Yuvilib, chistilanib, Chromatex urilib, nishonga olinadi bosiladi. Bular ham nishonga yarasha bo'lib chiqib turibdi xudo xohlasa. Ko'rib qarasizlar, shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Internetda ko'rishlar bo'ladi. Hammasi bitmagan 1-2lik orqali olifon bo'ldi. Ichki dizayni variantida ishlab beramiz. Darvozalarni tayyor обязательно shiviller. Tayyor kraska darvozalar quriladi xudo xohlasa. Bondina bitib turgan eshiklarni ham ularni ko'rsatamiz. Bitib turgan variantlari bu. Bular 100% tayyor. Eshikli zamok, olifon bug'alarining nishongalari sariq rang bo'ldi. Baraslar. Bondina katta darvozamiz. Shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar.